Qanday soha bo'lishidan qat'iy nazar muvaffaqiyatga qobiliyatni o'zi bilan erishib bo'lmaydi. Uning yonida albatta mehnat ham bo'lishi kerak va bu vaqt talab qiladi. Ya'ni iste'doddan ko'ra to'g'ri yo'l, sabr va tizimli mehnat muhimroq hisoblanadi. Siz bilan bugun mahoratga erishamiz. Kitob juda ham katta, uni erinmasdan o'qish kerak. Chunki kitobni o'zi birinchi navbatda sizni erinchoqligingizni qo'zg'aydigan ishlarni qilishga majbur qiladi. Mahoratgacha bir necha bosqichlar bor. Eng avvalo shogird bo'ling. Siz ustoz topish haqida juda ko'p eshitgansiz. U bekorga emas. Shogird bo'lib kuzating, takrorlang. Boshida xatolar bo'ladi. Ulardan xulosa chiqarasiz. Fundamental bilimlarni olasiz. Keyin esa faqat takrorlash emas, o'zingizdagi ijodkorlikka ham urg'u berasiz. Yaratuvchanlik qobiliyatlarini shakllantirasiz. Keyingi bosqichni esa kitobni o'qiganda bilib olasiz. Chunki men juda ham oson gapirib o'tib ketyapman. Robert Greene esa har bir mavzu haqida to'xtalgan, hijjalab tushuntirgan. Kitobni Asahiydan 15% chegirmada sotib olishingiz mumkin. Buning uchun Shahboz 15 promo kodini ishlatish kifoya. Kitob haqida ko'proq kontent uchun esa obuna bo'ling.